Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizani kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Mirzo-Ulug'bek rayon Nikitinada joylashgan 3 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 320 kvadratni tashkil qiladi. Xonalarning soni 6 ta, 4 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podvol, birinchi va ikkinchi qavat. Imoratda eng tepa qismi terrasa bor. Hozir video davomida bu joylarga ham chiqib, sizlarga to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Mirzo-Ulug'bek elitniy rayonning elitniy mahallasida joylashgan 3 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Demak, hovliga kirish uchun alohida avtomat darvoza, alohida eshik o'rnatilgan. Ikkita mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. Zeleniy zonasi bor va hovli tarafdan imoratning podvol qismiga tushsa bo'ladi. Imoratning podvol qismida sauna basseynlar ham joylashgan. Yaxshi zo'r planovkada qurilgan uy. Paradniy xod orqali uy ichiga kirib kelamiz. Birinchi qavatda oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel joylashgan. Katta zalda birinchi qavatda razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 5 metr. Patologlarning balandligi 3,5 metrga tashkil qiladi. Mana shunaqa ko'rinishdagi katta zal. Oyna romlariga ham ahamiyat qo'ygan bo'lsanglar, 4 ta oyna rom bor. Bu xonaga juda ham ko'p yorug'lik tushadi, havo yaxshi aylanadi. Prixoshka orqali kirganimizda o'ng tarafimizda prixoshka shkaflar yasatilgan, bu joyda katta oyna o'rnatilgan. Oshxonaga kirib kelamiz. Kuxniy garniturlar yasatilgan va texnikalar bilan jihozlangan. Bu joyda katta oyna romlari ham bor. Birinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzel, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, razmeri 5 ga 4 va shu xonaga tegishli bo'lgan alohida o'zini yuvinish xonasi ham bor. Mana shunaqa ko'rinishda unitazda installyatsiya qilingan. Televizor o'rnatilgan joyda venetsiyankalar ishlatilgan. Demak, birinchi qavatda hol oshxona, kichikroq hol qismi bor. Oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va ikkita sanuzel bo'ldi. Imoratning ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Zinalarga datchik движение qo'yilgan, qadam bosishimiz bilan zinalarning tagini podsvetkalar yoritib beradi. Mana shunaqa katta lyustra o'rnatilgan. Ikkinchi qavatga ko'tarildik va o'ng tarafdagi xonaga kiramiz. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Birinchi qavatda joylashgan zal bilan razmeri bir xil va bu xonaning ichida o'zini yuvinish xonasi bor. Bu joyda yotoqxona joylashgan. Ikkita yotoqxona bolalar uchun ajratilgan. Bu xonada garderob uchun mo'ljallangan xonasi. Uni oldida sanuzel. Va bu xonaning ro'parasida yana bitta yotoqxona bor. Razmeri 5 ga 4. Va shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzel. Endi imoratni terrasa qismiga ko'tarilamiz. Bu joyda kichikroq balkoni ham bor. Terrasa qismiga chiqdik. Mana shunaqa ko'rinishdagi yaxlit terrasa. Imoratning tagi butunlay podvol qilingan va yarim qismi spa zonasi uchun ajratilgan. Bu joyda basseyn va finskiy sauna, oldida alohida sanuzel bilan finskiy saunaning ko'rinishi. Hojatxona va bu yerda kotelning joylashgan. Mo'lkonturli kotel suv uchun bo'ldi. Bu joyda hovliga chiqsa bo'ladigan eshik qoldirilgan. Podvol qismiga tushganimizda o'ng tarafimizda mana shunaqa joy qoldirilgan, yumshoq mebellarni qo'yib bemalol dam olib o'tirsa bo'ladigan joy bo'pti va Damashniy kinoteatr uchun 7 ga 4 razmerda bitta katta xona qoldirilgan.